Eng ko'pi qancha odam bo'ldi sizda? 2000 ta bo'ldi. Bo'qqim 2000 ta bo'ldi. Gapirashgani 2050 ta bo'ldi, aka. 2050 ta bo'ldi. Qani bizda ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan, ha? Demak, hozir biz sizlar bilan 1000 dollarni g'olibini aniqlaymiz. Bittada 2400 ta есть. Aziz vatandoshlar, hozir sizlar bilan birgalikda 2700 ta odamning ichidan ikkita 500 talik odamni dollarni sohibini aniqlaymiz. Aka mana 3000 ta odam assalomu alaykum. Hormaylik. Hozir biz iPhone'ning g'olibini aniqladik. Sherxon ismli bir ukaxonimiz iPhone'ning g'olibi bo'ldilar. Ha, shu 1000 dollar anaqa. Xudo xolasa qani 1000 dollar mana, 1000 dollar mana. 1000 dollar mana. 1000 dollar mana. Sana 1000 dollar. Mana. Mana sana 1000 dollar. Ana energetik yo'q. 1000 dollarda, ya'ni 500 dollardan ikkita podpischikimizga hozir sohibini aniqlaymiz birgalikda. Qani davayt. Jo'ragana. Qani? O'yinimiz tayyormi? Kim syomka qiladi? Mana. O'shang. Bo'lmasin qanaqa. Va'da qilingan, to'xtang, qochib turing, mana bu sana o'sha. Mana Ibrohim 1000 dollarda 500 dollar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aka qarang, bularni o'ynaganmiz. Ha. 500 dollar like bosganga, 500 dollar kommentariya yo'q. Ha. Kommentariyada o'sha birni qoldiramiz. Ammo shunda bor. Azizlar, bor. Birinchi navbatda hozir kommentariyadan 500 dollar sohibini aniqlaymiz. Keyin like o'tamiz. Davay. Syomkani qiling. Qilaylik. Agar amni silkasini kirazmagan bo'lsa, Bor. Aka tayyor. Davay, ketdik. Demak, hozir birgalikda qizaman, ukam, xotiroman. kirazib Yo'q, hamma odamni qaratsinlar. demak azizlar, mana. Davay, mana yerga qo'ydik. 3200 ta odam onlayn ko'ryapti. Hop, akalar mana. Da, yo'q videoing. Yo, birinchi silkasini kirazib qo'yavering. Hop degan, ukam, silkani bundoq stavit qilaman-da, chestniy bo'ladi. Bo'pti-da. Demak, ketdik. 500 dollar mana. 500 bundoq qo'yaveramizki. Ketdimi? Hop, akalar mana. Ketdi. Akalar 1000 dollar ham tikkan edik. Abdurahmon aka 1000 dollar Ibrohim yutib olgan edi. Xullas mana shu videoda kommentariyadan 500 dollar, likedan 500 dollar aniqlaymiz degan edik. Tak. 643 mingta kommentariya yozilgan, 68 mingta like bosilgan. Tak, mana bu yerda Abdurahmon akam o'zlarining obunachilari, podpischiklar jonli efirda o'tirishibdi hozir. 3000 nafardan oshiqmiz. Tak, demak, silkani olamiz, birinchi 500 dollar o'ynaymiz. Tak, random programmasi orqali o'ynaladi. Biz stavit qilamiz bu yerda, mana prямой efirda ham ko'ra olinglar. Bu yerda hozir nechta kommentariya yozilganini aniqlaymiz. Demak, ungacha aytib turing, iPhone'ni Sherxon i7 ismli bir podpischikimiz olib bo'ldilar. Bo'ldi 650 mingta kommentariya bo'lgan. 650 mingta. Shundan bitta dona odam hozir xudo xolisa 500 dollar sohibi bo'ladi mana. 500 dollar 2 3 kommentariyadan aniqlandi. Qani? Opa, mana Elyor Ilyos 1992. Aka 500 dollar sizniki bo'ldi. Mana shu aka 500 dollar yutib oldi. Xohlasangiz kartasigacha beramiz. Yo'qda, Yo'q, Toshkentda ham nalishni berib yuborishadi. bo'ldi. Xohlasangiz Toshkentdan ham nalicha olursiz bo'ladi. Tak, yana bir marta ko'rsating, Elyorjon. Ana, Elyor aka 500 dollar sohibi bo'ldingiz. Ana endi kommentariyadan yana 500 dollar aniq. Yo'q, kommentariyadan like-dan aniqlaymiz. Tak, like-dan endi qo'ldan aniqlaymiz. Tak. Necha marta? Necha martaligini mana obunachilar aytsin. Necha marta mana? Yo'q, aka, mana qarang, hamda ko'ramiz. Qarochi okalar qaranglar. 5 marta pastga, 2 marta tepaga qilaman. Kimga chiqsa o'shanga. Bo'ldi. Hozir sal men birinchi kommentariyani sal ochib olsin, like. Bo'ldi, mana ochib bo'ldi. Cho'tga ochib bo'ldi. Ha, da, ketdi. Ashun bitta boshdan oling buni. Ketdi. Hop, 500 dollar bo'lsa, xudo xolasa mana kommentariya, like-dan aniqlaymiz. Hozir ko'rsat birinchi like-in. Mana like-lar ochilib oldi hammasi. Ha, Qaranglar, 5 ta pastga, ikkita tepaga qilaman, kimga chiqsa o'shaniki. Ketdi ana. 1 2 3 4 5 1 2. Opa. Qani uzma. Hop. Saidahmad MD. Okay. Hozir rasmlari ochilyapti. Said Ahmad MD. Saidahmad MD, aka 500 dollar
Like'larning ichidan sizga nasib qildi. Xudo xolasa olasiz nalichi, xolasiz kartangizga tushirib beramiz, gap yo'q. Lichkangizga yozib qo'yamiz. Elyor Ilyos ham $500 sohibi bo'ldi. Bo'ldi, mana Bundan tashqari Sherxon iPhone sohibi bo'ldi. Bugun barakali kun bo'ldi. Mana sizlarga. Xudo xolasa mana 3100 ta odam guvoh bo'ldi bu narsaga. Inshaalloh yana bitta iPhone'imiz bor. U Ibrohimni profilda o'ynadi. Faqat bir narsani Agar sizlarga chiqmagan bo'lsa, kayfiyatni tushirmanglar, chunki 3-shans ham bor. Xudo xolasa yaqinda post chiqaramiz, o'shanda aktiv bo'lsanglar, yutib olishingiz mumkin. Ozgina uzr so'raymiz. Chunki yo'lda bo'lib qoldi, gostinitsaga endi joylashdi. Xudo xolasa zo'rlagan. faqat bitta narsa qalbingizda zarracha gumon bo'lmasin, chunki biz bir donagina iPhone'ga yoki bir $500 pulga oxiratimizdagi qiyomatda hisob-kitobni sotib olmaymiz. Bu pulga yolg'on gapirib hech kim aldanmaydi. Inshaalloh keyingi iPhone'ni ertaga videosini qo'yamiz. Sizniki bo'lishi mumkin. Ana. Sog' bo'lasizlar.